Öy kinişkisiga sizning ismingizni qo'shib yeziblam qo'ysa, siz uyning yerini menga tava deb o'ylayapsiz. Bu o'ylig'ingiz tubdan xato. Chunki siz dastlabda bijirgandan xato qildingiz. Mazmunga qiziqsangiz, filmga yurak bergandan keyin meni guanju qo'yib, davomli anglang. Mayli o'g'il yoki qiz bo'ling, qarshi tarafning uyi bo'lib, uy kinishkisining ustiga mening ismimni qo'shib qo'ysa, bu uyga meningmi egidorchilik huquqim bor deb qo'shib ketamiz. Lekin turmushimizda mundaq ishlarmi bor? Turmushimizda yomon kun bo'lib, agar ajrashib ketib qolsak, bir taraf 10 ming qo'ya ketdi, yana bir taraf 990 ming qo'ya ketdi. O'xshash kinishkida ikki odamning ismi bor. Nimishki buda bo'ladi? Qoida bo'yicha uy kinishkisida faqat bir odamning ismi bo'lsa, %100% egidorlik huquqi bo'ladi. Agar ikki odamning ismi bo'lsa, biz buni pirsallashtirib egidorlik huquqini ayirishga bo'ladi. Agar qarshi taraf bu kasbni bijirishni bilsa, sizga bildirmasdan 99% ni o'ziga, 1% ni sizga qoldirib qo'ya oladi. Shunga kinishkiga biz ismimizni qo'shganda ikki tarafning egidorchilik huquqini pirsallashtirib ayirishni bekitaylik. Əmdiki mühim nokta bu kasbni nega berib qanday becirimiz. İkinci qo'l uy bo'lib qolsa, biz nomimizni yo'tkiganda uymilik idorasiga yuqorqi pirsallashtirib ayirishni aniq deb kasbni becirsak, sistemaga kirgizib o'tadi. Agar yangi uy bo'lsa, to'rda angaldirganda, ya'ni Wangchen beyanni becirgan vaqtida buni bekitib olsanglar bo'ladi. Bu filmni atrofingizdagilarga avatib berishni unutib qolmang. Keyin ularning ziyon tatbiq qilishining oldini ep qilishi mumkin. Tushunmaga yala bo'lsa, pinginchida so'z qoldiring. Men do'stingiz Ablis, meni qo'shib olishni unutmang. Urumchidan uy sotmoqchi bo'lsangiz, o'zim ishinib, tekshirib, xotirjam bo'lgan uylarni sizga tavsiya qilaman.